Uzdal CSS dərsidəki 4-cü qism CSS asli tanlagıç. CSS asli tanlagıç deganimiz element o'rnining asti-üstidagi o'rniga asosan uslub belgilashni ko'rsatadi. Bundaq bo'lganda kod texnik oddiy va tushunishli bo'ldi. HTML kodidagi bu class qiymati va ID qiymatini berish hajotsiz bo'ldi. CSS 1da bu qoidani ishlatgan tanlag'ichni asti-üst tanlag'ich deb atalgan. Keyin CSS 2dan boshlab asli tanlag'ich degan nom berildi. Bu asli tanlag'ich degan gap dal asti-üst tanlag'ich degan gap bilan o'xshash. Ularningki roli o'zgargani yo'q. Tövəndə misal orqali tushunsak, bu HTML kodida mayadagi strong aslida HTML xat kuchi bo'lib, bu tomxat deganni tushundirdi. Mayadagi align strongda style orqali hammaning qaraydigan bo'lsak, align strong mayada yantu xat degan aniqlamani bergan. Demak, mayada aslida aligning ichiga tava bo'lmagan qismda bu tomxat bo'lsa, bu aligning ichida bu yantu xat shakli chiqdi degan gap. Buni tor ko'rgich orqali ko'rgan bo'lsak, buningki önüme maxil shaklda. Endi ikkinchi misolga qaraydigan bo'lsak, ikkinchi misolda eklib ko'raylik. Masalan, buningdagi strong qizil rang, H2 qizil rang, H2 ning ichidagi strong bo'lsa, ko'k rang deb berilgan. Demak, bu yerda H2 ning ichidagi strong cho'qim ko'k rang chiqadi. Qolgan yerlar qizil rangda bo'ladi. Buni tor ko'rgich orqali unumini ko'rgan bo'lsak, mana bu mavzu qizil rang shaklda, bu yerda ko'k rang. Ya'ni H2 ning ichidagi strong dal biz bu qitimliq darsimiz so'ziga asli tanlag'ich o'g'ashqa, o'sha asli tanlag'ich shaklda buningki asti-üsti munosabati bilan holatda ko'ringan.